Ölüm ve güzel hatime. Barlıq hamd sanolar Allohga xosdir. Ölümge alaqadar musulmonning bilishi vacib bo'lgan bir qator muhim ishlar bor bo'lib, tuvanda buni bayon qilib o'tamiz. Birinchi, har bir jon o'limning ta'mini tatiguchidir. Bu cho'qim bilishimiz kerak bo'lgan bir haqiqatdir. Chunki hech bir kishi mayli umri uzun bo'lsin yoki qisqa bo'lsin, sog' salomat bo'lsin yoki kasal bo'lsin, boy bo'lsin yoki kambag'al bo'lsin, baribir o'limdan qochib qutulolmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq degan: har bir jon egisi o'limning ta'mini tatiguchidir. Sizlarning ajringlar, ya'ni amallaringlarning savobi qiyomat kuni to'liq beriladi. Kimki do'zaxdan yiroq qilingan va jannatga kirgizilgan ekan, u murodiga yetgan bo'ladi. Dunyo tirikchiligi faqat aldaydigan moldilla iboratdir. Ya'ni aldaydigan narsa bo'lib, ozg'ini bahramand bo'lgandan keyin tugaydi. Al-Imron surasi 185-oyat. Yana har bir jondor o'limning ta'mini tatiguchidir. Antin bizning dargohimizga qaytarilsizlar. Ankabut surasi 57-oyat deydi. Va yana har bir jon o'limning ta'mini tatiguchidir. Sizlarni biz yomonlikqa mubtalo qilish, yaxshilik berish orqali sinaymiz. Sizlar bizning dargohimizga qaytsizlar. Amalinglarga yarasha jazolaymiz. Anbiya surasi 35-oyat. Agar dunyo biror kishi uchun davomlashadigan bo'lsa edi, albatta Alloh taolo uni payg'ambarlari va yaqin do'stlari uchun davomlashtirgan bo'lardi. Qani shu payg'ambarlar, siddiqlar, shahid shuhada, sahoba va tabiinlar. Alloh taolo ularning hammasidan rozi bo'lsin. Isa alayhissalomdan boshqa ularning hammasi o'limning ta'mini tatidi. Isa alayhissalom bo'lsa oxir zamonda tatiydi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: ey Muhammad, senden ilgari insonlardan hech kishini mangu yashatganimiz yo'q. Sen o'lsang, ular mangu yashamdi. Ular hargizmi bunaga muyassar bo'lmaydi. Ularning hammasi o'lidi. Anbiya surasi 34-oyat. Alloh taolo yana mundoq degan: sen haqiqatan o'lasan, ularmi haqiqatan o'lidi. Zumar surasi 30-oyat. Ikkinchi, o'limdan qochish mumkin emas. İnsan tan saqlıq uchun har qancha tirishchilik ko'rsatsa-mu, u yanada o'lib ketadi. Qayerda bo'lmasin, o'limdan qochib nagili ketmasin, o'lim amini uni topadi. Alloh taolo bu borada: ey Muhammad, sizlar qochadigan o'lim cho'qim sizlarga yo'liqadi. Andan sizlar g'aybni va oshkorini bilguchi Allohning dargohiga qaytarilsizlar. Alloh sizlarga qilmishinglarni aytib beradi degan. Juma surasi 8-oyat. Alloh taolo yana mundoq degan: qayerda bo'lmanglar, ajal kelganda o'lim sizlarni topadi. Sizlar mustahkam qal'alarda bo'lgan taqdirdami? Nisa surasi 78-oyat. Ibn Kasir rahimahulloh mundoq degan: ya'ni qayerda bo'linglar, ajal kelganda o'lim sizlarni topadi. Shuning uchun Alloh taoloning itoatida bo'linglar. Alloh taolo sizlarni buyurgan ishlar sizlar uchun yaxshidir. Bilinglarki, o'lim shak shubhasizdir. Uningdan qochish mumkin emasdir. Andin Alloh taolaning dargohiga qaytarilsizlar. Kimki Alloh taologa itoat qilgan bo'lsa, Alloh uni eng katta mukofotlaydi va qilgan amalidan ko'proq savob beradi. Ibn Kasir rahimahulloh yana mundoq degan: sizlar hammanglar shak shubhasiz o'lib ketasizlar. Hech bir kishi uningdan qochib qutulolmaydi. Xuddi Alloh taolo Rahmon surasida aytgandek, zaminning ustidagi hamma yo'qoladi. Ulug' va karamlik Parvardigorining zoti mangu qoladi. Shayx Muhammad ibn Salih al-Usaymin rahimahulloh Alloh taolaning Qaf surasidagi o'lim sakrati haqiqatni ilib keldi. Ya'ni oxiratni inkor qilguvchi oxiratning dahshatini aniq ko'radi. Sen uningdan, ya'ni o'limdan qochatding degan so'zining tafsiri haqida mundoq degan: Alloh taolaning bu oyatdagi bil haqqi degan so'zi o'lim shaksiz haqdir deganlikdir. Hadisda mundoq kelgan: o'lim haqdir, jannat haqdir, do'zax haqdir. Demak, o'limning sakrati shak shubhasiz haqiqatni ilib keladi. İnson vafot bo'ladigan vaqtida ogohlantirilgan ishlarni va va'da qilingan ishlarni aynan ko'radi. Agar u mu'min bo'lsa, jannat bilan bishorat beriladi. Agar kofir bo'lsa, do'zax bilan bishorat beriladi. Alloh bizni do'zaxdan saqlasin. 3. O'limni aslab turish ko'p yaxshiliklarga sabab bo'ladi. Haqiqatan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga o'limni ko'p aslab turishni tavsiya qilgan edi. Ey qarindashim,
Sen o'limni ko'p aslab turishning u kishini Rabbiga uchrashishga tayyorlik qilish va tuyuqsiz o'lim kelib qolishdan burun yaxshi amallarni ko'p qilib olishdek ko'p yaxshiliklarga turtki qildiganligini bilmadingmi? O'limni unutish va uningdan g'aflat qilishning dunyoga berilib ketish, tavbani kechiktirish va taat ibodatlardan suslashib qolishga ilib bordiganligini bilmamsan? Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam lazzatlarni o'zguchini, ya'ni o'limni ko'p aslanglar degan. Yeri kelganda shuni eskartib o'tmak kerakki, o'limni aslab turishdan maqsad dunyoning lazzat va mashg'ulotlarga berilib ketishdan to'sib, o'limga va qabrga tayyorlik qilishga ilib boradigan aslashdir. Hargizmi insonni dunyo va oxiratlik foyda manfaatlardan uzib qo'yadigan va ish harakatlarda amallar foydasiz deganga o'xshash jabariya nazariyasiga ilib boradigan salbiy aslash emas. Shayx Atiya Salim rahimahulloh mundoq degan. Buningdan maqsad o'limga tayyorlik qilishing uchun uni ko'p aslab turishingdir. Hargizmi dunyodagi bir kishilik rolini yo'qotib qo'yishing va zinhor men baribir o'lib ketaman, amal qilib nima qilaman deb bildirlishing emasdir. Balki sizlar o'limga tayyorlik qilish uchun qalbinglarda bu haqiqatni ko'p aslab turinglar deganlikdir. Ba'zi olimlar mundoq degan. Kimki o'limni ko'p aslab tursa, Alloh taolo uni 3 ish bilan hurmatlaydi. Tavbiga aldirash, qalbda qanoat bo'lish va ibodatga ruhliq, tetik bo'lish. Kimki o'limni aslashni unutib qolsa, 3 ish bilan sanaladi. Tavbani kechiktirish, rozimanlik yo'q bo'lish va ibodatda sustlashib ketish. Shuning uchun sening o'limni aslab turishing, taat ibodatlarga ruhliq turishingga va gunohlarga tavba qilishga aldirishingga sababchi bo'lishi kerak. Sening o'limdan qo'rqishing nurg'un g'am andishalarga va vasvaslarga sabab bo'lib qolmasligi, taat ibodatlardan suslashtirib qo'ymasligi, shundaqla biror kasb bilan shug'ullanishdan va o'zingning oilaning haqlarini ado qilishdan to'sib qo'ymasligi kerak. Bu shaklda o'limni aslash sana foyda olib kelmaydi, balki ziyon olib keladi. O'limni ko'p aslab turish bilan birga Rabbingga yaxshi o'yda bo'lishni unutib qolmagan. Chunki Alloh taolo insonlarga qilchilikmi zulm qilmaydi, balki yaxshi amallarga hassalab savob beradi, afo qiladi, kechiradi va xatolik o'tkazgan bandalarning tavbasini va o'zi tarafga qaytganligini qabul qiladi. Shunga ey qarindishim, Alloh taolaning rahmatidan umidsizlanishdan hazar aylagin va qalbingda Alloh taoladan qo'rqish bilan rahmatini umid qilishni birlashtirgin. Chunki Allohning azobidan qo'rqish va rahmatini umid qilish mo'minga nisbatan qushning ikki qanotiga o'xshash bo'lib, biri yana biridan behojat bo'lolmaydi. Mana bu barliq payg'ambarlar, avliyolar va solihlarning holati edi. Alloh taolo mundoq degan. Yuqorqi payg'ambarlarning duosini ijobat qilishimiz shuning uchun ediki, ular yaxshi ishlarni qilishga aldiraydi. Rahmatimizni umid qilib, azobimizdan qo'rqib bizga duo qiladi. Bizga kamtarlik bilan ibodat qiladi. Alloh taolo yana mundoq degan. Ular Parvardigorining azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilib, uningga duo qiladi. Sajda surasi 16-oyat. Alloh taolo yana mundoq degan. Allohga sherik keltirgan odam yaxshimi yoki oxirat azobidan qo'rqib, Parvardigorining rahmatini umid qilib, kechining soatlarini sajda qilgan va qiyomda turgan holda ibodat qilib o'tkazgan odam yaxshimi? Aytqinki, biladiganlar bilan bilmaydiganlar tang bo'ladi. Faqat sog'lom aql egalarilar ibrat oladi. Zumar surasi 9-oyat. Shunga ey qarindishim, o'zingdan qachon o'lib ketaman deb so'rmagan, balki qaysi holatda, ya'ni yaxshilik ustidimi yoki yomonlik ustidimi, taat ibodat ustidimi yoki gunoh ma'siyat ustidimi, iymon islom ustidimi yoki kufr ustidimi, bu holatlarning qaysi ustida o'lib ketadiganligini so'ragan. İnsanın qachon o'lib ketadiganligini bilmasligi o'limni doim aslab, Rabbiga eng yaxshi holatda uchirish uchun tayyorlik qilishiga olib boradi. Shayx Usaymin rahimahulloh mundoq degan. Shunga deymizki, sen o'zingdan qachon o'lib ketaman, nada o'lib ketaman deb so'ramagan. Chunki bular yuz berishi muqarrar bo'lgan so'rilishi hojatsiz ishlardir. Sen dunyoda har qancha uzun yashasangmi, oqibatda yanada bir kun yashagandek his qilasan. Balki haqiqatan Alloh taolo ular qiyomatni ko'rgan kunda go'yo o'zlarini dunyoda faqat bir kechqurun yoki bir adigan turganda gumon qiladi degandekdir. Lekin har bir inson o'ylab, uningga qarata ko'nglida bir javobi bo'lishi kerak bo'lgan bir savol bor. U bo'lsa-mi,
qandaq holatda o'lib ketaman. Fikrning maqsadi bo'lsa, sen boy holatda o'lib ketamsan yoki kambag'al holatdami? Kuchlik holdimi yoki ojiz holdimi? Ko'p farzandlik holatdami yoki befarzand holatdami? Ya'ni bu holatlarning qaysisida o'lib ketsan emas, balki qaysi amalning ustida o'lib ketsan deganni maqsad qildim. Demak, agar o'zingdan bu savolni so'rasang, cho'qim o'limga tayyorlik qilishing kerak. Chunki qachon o'lib ketadiganligingni bilmaysan. Qanchalagan insonlarni ko'rdikki, atiganda mashinasini haydab chiqib ketib, kech bo'lganda jinozasi ko'tarilib, qabristonlikqa olib berildi. Yana nurg'un insonlarni ko'rdikki, uydagilarga tushlik yoki kech tamoqimni tayyorlab qo'yinglar deb uydan chiqib ketib, shu tamoqdan yeyish nisib bo'lmadi. Yana qanchalagan insonlarni ko'rdikki, ko'ynigini kiyib tugmasini atdi-yu, u tugmalarni faqat g'assallar yashdi. Bu ahvollar biz ko'p ko'rgan, tuyuqsiz yuz bergan hodisalardir. Amdiki gap o'zimizning qaysi holatda o'lib ketadiganligimiz haqida o'ylanayli. Shuning uchun ko'p istig'for aytishimiz kerak. Chunki istig'for aytib turish orqali hamma g'am-qayg'ularimiz hal bo'ladi va hamma qiyinchilik va mushkul ishlarimizga bir chiqish yo'li bo'ladi. Go'zal xotima. 1. Go'zal xotima deganimiz banda o'lib ketishdan burun Alloh taolani g'azablantiradigan ishlardan yiroq bo'lishga, gunoh ma'siyatlarga tavba qilishga va toat ibodatlarga, yaxshi amallarga yuzlanishga muvaffaq qilinishi, andan o'sha bu go'zal hol bilan vafot bo'lib ketishidir. Bu ta'birning dalili Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilgan tuvandagi hadisdir. Bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam agar Alloh taolo bandasiga yaxshilikni iroda qilsa, uni ishlatadi degan edi sahobalar. Alloh taolo uni qandoq ishlatadi deyishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo uni ajali kelishdan ilgari yaxshi amalga muvaffaq qiladi dedi. Yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam agar Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, uni asal qiladi degan edi sahobalar. Ey Rasululloh, bandani asal qilish degan nima dedi? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo uni ajali kelishdan ilgari bir yaxshi amalga muvaffaq qiladi. Andan uni shu yaxshi amalning ustida qabzroq qiladi dedi. Go'zal xotimaning ko'p alomatlari bor bo'lib, ularning bir qismi sakratdagi bandaning o'ziga ma'lum bo'ladi. Yana bir qismi atrofidagi boshqa odamlarga ma'lum bo'ladi. 2. Bandaning o'ziga ma'lum bo'ladigan alomat deganda, u banda o'lib ketadigan chaqda Alloh taolaning uningdan rozi bo'lganligi va Alloh taolaning marhamat qilganligi uchun hurmatlashiga loyiq bo'lganligidan iborat bishorat beriladigan ahvollardir. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan: Shubhisizki, Parvardigorimiz Allohdir deganlar, andan to'g'ri yo'lda bo'lganlarga farishtalar tushib, qo'rqmanglar, g'am qilmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat uchun xushal bo'linglar. Biz dunyoda, oxiratda sizlarning do'stlaringlarmiz. Jannatda sizlar uchun ko'ngillar tortgan narsalarning hammasi va tilagan narsalarning hammasi bordir. Ular nihoyat mag'firat qilguvchi, nihoyat mehribon Alloh tarafidan berilgan ziyofatdir deydi. Fussilat surasi. Bu bo'lsa mo'minlarga sakratga tushganda beriladigan bishoratdir. Bu nuqtaning dalili yana Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan tuvandagi hadisdir. Mo'minlarning onasi Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilib mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kimki Allohga muloqot bo'lishni yoqtiradi ekan, Alloh uningga muloqot bo'lishni yoqtiradi. Kimki Allohga muloqot bo'lishni yomon ko'radi ekan, Alloh uningga muloqot bo'lishni yomon ko'radi dedi. Shuning bilan men ey Allohning payg'ambari, bu o'limni yomon ko'rishmi? Biz hammamiz o'limni yoqtirmaymiz degan edim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mening deganim u emas. Mo'min odamga o'lim kelganda uningga ulug' Alloh tarafidan bo'lgan rozilik va izzat hurmat bilan bishorat beriladi. Bu chog'da uningga o'limdan suyumli narsa bo'lmaydi. Shuning bilan u Allohga muloqot bo'lishni yoqtiradi. Kafirga o'lim kelganda uningga Allohning azobi va uqubati bilan bishorat beriladi. Bu chog'da uningga o'limdan yomon narsa bo'lmaydi. U Allohga muloqot bo'lishni yoqtirmaydi. Allohmi uningga muloqot bo'lishni yoqtirmaydi dedi. Imom Navaviy rahimahulloh mundaq degan: Hadisning ma'nosi shar'iy nuqtadan e'tiborga ilinadigan o'limni yaxshi ko'rish va yomon ko'rish bo'lsa, tavba qabul qilinmaydigan holat bo'lgan, jon uzayotgan chog'da yuz beradigan ahvoldir. Bu holatda sakratdagi kishiga hamma ish oydinlashadi va o'zining boradigan joyi oshkora bo'ladi.
Bandaning hayotining go'zal oxirlashganligining alomatlariga kelsak, bu alomatlar nihoyat ko'p bo'lib, olimlar Alloh ularga rahmat qilsin. Bu vaqtda kelgan shar'iy dalillardan izdanish orqali tuvandagidek yakunlagan. Bu alomatlarning qatoridan birinchi, jon uzayotgan chog'da shahodat kalimasini aytish. Bu vaqtda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: kimninki oxirgi so'zi la ilaha illalloh, ya'ni bir Allohdan boshqa iloh yo'q bo'lsa, jannatga kiradi. Ikkinchi, peshonasi tarlab jon uzish. Ya'ni jon uzgan chog'da peshonasida tar bo'lishidir. Buning dalili Burayda ibn Husayb radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis bo'lib, u "Man Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mu'minning o'limi peshonasining tarlishi bilan bo'ladi" deganligini anglagan edim degan. Uchinchi, juma kechasi yoki kunduzi vafot bo'lish. Bu vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: har qanday musulmon juma kuni yoki juma kechasi o'lib ketsa, Alloh uni qabrining fitnasidan saqlab qoladi. To'rtinchi, Alloh yo'lida g'azat qilgan holatda o'lib ketish. Bu vaqtda Alloh taolo bundoq degan: Allohning yo'lida shahid bo'lganlarni o'lik deb gumon qilmagan, balki ular tirik bo'lib, Allohning dargohidagi rizqdan bahramand qilinadi. Ya'ni jannatning ne'matlaridan atigan oqshomda mangulik rizqlantirib turiladi. Ular Allohning o'zlariga bergan fazilidan xursanddir. O'zlarining orqasidan taq yetib kelmagan, ya'ni shahid bo'lmay tirik qolgan qarindoshlarga oxiratda na qo'rqinch, dunyodan ayrilganligiga na qayg'u yo'q ekanligi bilan xush xabar berishini tilaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: kimki Alloh yo'lida o'ldirilgan bo'lsa, shahiddir. Kimki Alloh yo'lida o'lib ketgan bo'lsa, shahiddir. 5. Vabi kasali bilan o'lib ketish. Bu vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vabi kasali har bir musulmon uchun shahidlikdir degan. Mu'minlarning onasi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayoli Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilib, "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan vabi kasali to'g'riliq so'ragan edim. Rasululloh menga: haqiqatan u bir azob bo'lib, Alloh taolo uni xohlagan kishiga avatadi. Shaksizki Alloh uni mu'minlar uchun rahmat qildi. Qandoq bir kishi vabi kasaliga mubtalo bo'lib, o'z yurtida sabr qilgan, savob umid qilgan va o'ziga Alloh taqdir qilgandan boshqa narsa yetmaydi deb bilgan holda turdi ekan, uningga shahid bo'lg'uchining ajriga o'xshash ajr beriladi" deb xabar berdi degan. 6. Qo'rsoq og'riqida o'lib ketish. Bu vaqtda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: kimki qo'rsoq og'riqida o'lib ketsa, u shahiddir. 7. Tam besvelish yoki suvga g'arq bo'lib ketish sababli o'lib ketish. Bu vaqtda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shahidlar 5 turlikdir. Vabi bilan o'lgan kishi, qo'rsoq og'riqida o'lib ketgan kishi, suvda tunjuqib o'lgan kishi, tam besvelib o'lib ketgan kishi va Alloh yo'lida shahid bo'lg'uchi degan. 8. Ayol kishining bolasi sababi bilan nifosdor holatida yoki homildor holatda o'lib ketishi. Buning dalili Abu Davud rivoyat qilgan hadis bo'lib, u hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayol kishi qo'rsiqida bolasi bor holatda o'lib ketsa shahiddir degan. Imom Ahmadning rivoyatida Ubada ibn Samit radhiyallohu anhu rivoyat qilib bundoq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Men shahidlar haqida xabar beraman" dedi va Rasululloh shu qatorda ayol kishi bolasi qo'rsoqdagi homilasi sababli o'lib ketsa shahiddir. Bolasi amri bilan jannatga so'raydi deganni tilga oldi. 9. O't kuyib, ich surib yoki sil, tuberkulyoz kasali bilan o'lib ketish. Bu vaqtda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh yo'lida o'ldirilish shahidlikdir. Vabi o'limi shahidlikdir. Suvda tunjuqish shahidlikdir. Qo'rsoq og'riqi shahidlikdir. Nifosdor ayolni bolasi hamri bilan jannatga so'raydi degan. Bu hadisda Baytul Muqaddasning ishik baqari Abul Avvam yuqorqi shahidlarga ziyoda qilib, kuyib o'lish va sil kesili, ya'ni bu holatlarda o'lib ketish shahidlikdir dedi. 10. Dinini, milini va jinini qo'g'dash yo'lida o'lib ketish. Bu vaqtda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimki milini qo'g'dagan holatda o'ldirilgan bo'lsa, u shahiddir. Kimki dinini qo'g'dagan holatda o'ldirilgan bo'lsa, u shahiddir. Kimki jinini qo'g'dagan holatda o'ldirilgan bo'lsa, u shahiddir degan. Imom Buxoriy va Imom Muslim Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhumadan rivoyat qilgan hadisda u "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning
Kimki millini qo'g'dagan holatda o'ldirilgan bo'lsa, u shahiddir deganligini anglagan edim degan. 11. Alloh taolaning yo'lida chegara saqlagan holatda o'lib ketish. Buning dalili shuki, Salman al-Farisi radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Bir kecha va kunduz chegara saqlash, bir oy ro'za tutib qiyamda turgandan yaxshidir. Agar u chegara saqlag'uvchi o'lib ketsa, qilgan amallarining savobi davomli yetib turadi. Uning rizqimi jannatdan yetib turadi va qabr azoblaridan amin bo'ladi. 12. Musulmonning hayotining go'zal oxirlashganligining alomatlaridan yana yaxshi amalning ustida vafot bo'lib ketishidir. Buning dalili sifatida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Kimki Alloh roziligini ko'zlab la ilaha illalloh, ya'ni Allohdan boshqa iloh yo'q desa va shu bo'yicha hayoti oxirlashgan bo'lsa, jannatga kiradi. Kimki bir sadiqa qilsa va shu bo'yicha hayoti oxirlashgan bo'lsa, jannatga kiradi. Yuqorida so'zlangan alomatlar bir musulmonning hayotining go'zal oxirlashganligiga dalolat qiladigan yaxshi bishoratlardir. Lekin shundoq bo'lsa-mu, 4 xalifaga o'xshash payg'ambar sallallohu alayhi vasallam guvohlik bergan sahobalardan boshqa hech bir muayyan kishiga u jannat ahlidandir deb jazm qilib aytolmaymiz. Alloh taoladan hayotimizni go'zal oxirlashtirishga nasib qilishini so'raymiz. Alloh taolo hammadan ustun va hammadan bak bilguchidir. Tarjimada Muhammad Barat.